Ma'arif madaniyat uchur xazinasiga xush kelibsiz. Internet torida yuqori saviyali o'qituvchilarimiz bilan chet el tili o'rganish orzusidagilarni tarbiyalab kelmoqdamiz. Dunyoning har qaysi joylaridan maslahatga muhtoj Turkiya, Qibris, Saudiya, Yevropa universitetlarida haqsiz yoki o'qish yordam puli bilan arzon o'qish orzusidagilarning kasb va universitet tanlash, to'g'ri tizimli universitet o'qiy olishiga kafolatlik qilamiz. Maslahat va tafsilot uchun har yil 5 dan boshlab aloqa adreslarimizga qo'shib qilgaysizlar. Xazinam tor til tarbiyalash va oliy ma'arif maslahat markazi. Qutadg'u bilik Yusuf Xos Hojib. Ko'yingichi va oyg'uchi Allohning ismi bilan boshlayman. Birinci, qudretlik ve ulug' Tangrining madhiyasi aytiladi. Yaratgan, tarbiya qilgan ve kechirgan egam Xudoning nomi bilan so'zimni boshladim. Qudretlik birla Allohga tuman ming sana ve ko'p madhiya bo'lsin. U yo'qolmaydi. U bo'z yer, yeshil osmon, quyosh va oy, tunni, xalqni, zamon va kunlarni yaratdi. Bu hamma borliqni xolidi va yaratdi. Birla paydo bo'ldi dedi. Xalqının hammasi paydo bo'ldi. Yaratilgan barliq narsalar uningga muhtoj. Muhtojsiz birla Xudo, uning sherigi, hamrosi yo'qdir. Ey arxlik, qudratlik, mangu muhtojsiz Xudo. Bu ot seningdan boshqaga loyiq emas. Ulug'luq va buyuklik sana xos. Seningdan boshqa sana tang tush yo'q. Ey bir Xudo, sana boshqa biri hargiz o'rtoq bo'lolmaydi. Sen hammadan avvalsan, azal ham oxirsan. Sening birligingni hisoblashga bo'lmaydi. Sening qudrating hammaga yetadi. Shubhisizki sen birla. Ey mangulik zot. Sen hisobga qaytilmaysan, inkormi qilinmaysan. Ey hammani bilguchi, mavjudotning haqiqati, ko'zimdan yiroqsan, ammo ko'ngilga yaqinsan. Sening borliqing kun oydek ro'shan ayondir. Lekin buning taxtini tushunishga aql farosat yetmaydi. Sening birliking mavjud narsalarga bog'liq emas. Chunki hamma narsani sen yaratding, ular seningdir. Barliq mavjudotni sen yaratding. Har qanday narsa yo'qoladi, ammo senli tirik qolasan. Yaratquchining borliqiga yaratilganlar guvoh. Yaralgan ikki dunyo birligiga aniq shohid. Uningga o'xshaydigini yoki selishtirmasi yo'q. Nemishqa shundoq ekanligiga xalqning aqli yetmaydi. U mangmaydi, ya yatmaydi, uxlamaydi, uyg'oq. Uni o'xshatishga ya selishtirishga ya suratlashga bo'lmaydi.
kaynidimi, oldidimi emas, o'ngdimi, so'ldimi emas, ostidimi, ustidimi, ya o'tiridimi o'rni yo'q. O'rinni u yaratdi. Biroq uning o'rni yo'q. Uningsiz o'rin yo'q. Buningga ishon. Ey sirlog'i yaqin, ko'ngillardan yuksak Xudo. Barliq surat, shakllar sana guvohdir. Sen tumanning son sanoqsiz tiriklarni yaratding. Tuzlang tog', dengiz, do'ng, o'ymon yerlarni yaratding. Yeşil osmonni tuman ming yulduz bilan beziding. Qorong'u tunni nurliq kunduz bilan yo'ritding. Qanchilag'an, uchidigan, yuradigan, tinidigan jonliqlar seningdan oziq elib yashaydi. Yuqorida arishdan tövəndi yerga qadar barcha narsa birdek sana muhtoj, ey egam. Ey bir Xudoga ishonguchi, uni tiling bilan madhiyla. Diling shaksiz ishongin ekan, aqlingni yavash tut. Uning taxtiga yetaman dema. Ko'nglingni ko'zat. Uning borligiga ishonda, xotirjamlikka erish. Uning qayada, qandoqligi haqida izlanma. O'zingni tut, hech yerda va hech qandoq emas deb bil. Bu to'g'rida ko'p so'zlama. Ey muhtojsiz egam, sen bu muhtoj qulunga shafqat qilib, barliq gunohlarini kechirgin. Sangla seg'indim, umidim senda. Muhtoj bo'lgan yerimda mening qo'limni tut. Meni so'yimlik payg'ambar bilan birga turg'iz. Adolat kuni, ya'ni qiyomatda uni menga yetakchi qil. Ham uning to'rt hamrohiga davomliq uzildirmay tumanning salom yetkiz. Ulug' kunda menga ularning yuzini ko'rsat. Yaxshi so'zini menga yo'l ko'rsatguchi qil. Sana loyiqida madhiya o'qiyolmayman. Meni afv qil, so'zim kesildi. İkinci, Peygamber aleyhisselamның madhiyesi eytiladi. Şapqatlik egam, so'yimlik payg'ambarni avatdi. U xalq ichidan tanlang'ini, kishilarning yaxshisi edi. U qorong'u tunda xalqqa mash'al bo'ldi. Yo'riqlik chechib seni yo'ritdi. U Xudodan sana da'vatchi edi. Shundan keyin, ey qahramon, to'g'ri yo'lga kirding. U o'zini pido qildi. Tiliki ummatlari edi. Shunga ularga yo'l ko'rsatib berdi. Bilginki, kunduzlari yemedi, kechalari yotmadi. Allah'tan sana mağfiret tiledi, boshqani tilemedi. Kech kunduz mushaqqat chekib seni tiledi. Sen endi uning yo'li bilan mang, deginini qil. Uning barliq qayg'usi ummatlari uchun edi. Ularning rohati uchun azobdan qutuldirishni tilaydi. U
ota-onadanmı mehribon edi. Xudodan davomliq yaxshilik tilaydi. U Xudoning bandalariga qilgan rahmati edi. Uning mijoz xulqi yaxshi, qiliqi tuz edi. U kamtar, muloyim, yaxshi mijozlik, ayoliq, rahimdil, sehi, qo'li kang edi. Undaq kishi bo'z yer va ko'k osmon uchun aziz. Tangri uningga nihoyat zo'r qadr qimmat berdi. U barliq yo'lboshchilarning kattasi edi. Hamma payg'ambarlarga oxirgi tamg'i bo'ldi. Uning yo'liga ko'ngil bog'ladim. Uning deganlariga ishonib, xushallik bilan so'zini angladim. Ilohim, ko'nglimni kuzatgin. Qiyomatda so'yimlik payg'ambar bilan birga turg'izgin. Qiyomatda to'lin oydek yuzini ko'rsat. Ilohim menga uni yo'l ko'rsatguchi qil. Üçüncü, 4 sahabenin madhisi aytiladi. Uning ko'rib ovunadigan 4 hamrohi bor edi. Bular payg'ambarning birga turadigan maslahatchilari edi. Ularning ikkisi qaynotasi, ikkisi kuyovli. Bular xalq ichidagi xil kishilardan edi. Dastlabki hammadan avvalqisi otiq edi. Uning ko'ngli tili bilan birdek Xudoga ishongan. U mol dunyosi, teni va jinini pido qildi. Faqat payg'ambarning Rabbining roziligini tiladi. Uningdan keyingisi Faruq, kishilarning xili edi. U dili bilan tili birdek xalq ichidagi esil kishi edi. Bu sodiq yordamchi dinning tirigi bo'lib, shariat yuzidagi pardini ko'tardi. Keyingisi hayoliq, xushmijoz Osmon bo'lib, kishilar ichida eng sehi, qo'li ochiq edi. U borliqini, meli va jinini pido qildi. Payg'ambar uningga 2 qizini berdi. Buningdan keyingi tanlang'ini Ali bo'lib, u botur, jasur, yuraklik, ahli to'liq edi. Uning qo'li ochiq, qalbi sop, bilimlik, e'tiqodman, nomi ulug' edi. Bular din va shariatning asosi edi. Ular kofir va munofiqlarning yukini ko'tardi. Bu 4 hamroh men uchun tabiatning 4 asosidek tuyuladi. 4 asos muvofiqlashsa haqiqiy tiriklik bo'ladi. Mendan ularga davomliq tuman ming salom yetkazgaysan, egam. Ulardan rozi bo'lgaysan, ey Rabbim. Qiyomat kuni ularning sepida turishga meni nisb qilgaysan. To'rtinchi, nurliq bahor fasli, ulug' Bug'roxon madhisi so'zlanadi.
Sharqdan illiq bahor shamili esib keldi. Dunyoni bezash uchun jannat yo'lini ochdi. Bo'z yerdan kofordek qorlar ketib, ipor bilan to'ldi. Dunyo husniga to'lib bezanmakni istadi. Bahor shamili yiqimsiz qishni haydadi. Nurliq bahor saodat o'qyosini yana batladi. Quyosh yana o'z o'rniga yenib keldi, beli quyruqidan qo'zi burniga o'tdi. Qurigan daraxtlar yeshil to'n kaydi. So'sin al, seriq, ko'k, qizil bo'lib bezandi. Bo'z yer yuziga yeshil yipak yoydi. Go'yo qiton karvini tabg'ash tovar durdinini yeyivatgandek bo'ldi. Tuzlang, tog', qir, o'ymon tushak yeyib tushandi. Vodala, yo'tala, qizil ko'k kiyinib yasandi. Tuman turlik chechaklar kulib ichildi. Dunyo ipor va kofor hidi bilan to'ldi. Qalampur hidiga to'lgan g'urg'ur shamol chiqdi. Bu dunyo butunlay ipor burab ketdi. G'oz o'rdak oqqu qil quyruq ko'kni qopladi. G'oqildashib yuqori tuban uchib o'ynashdi. Qarig'in, ba'zisi qo'zg'alsa, ba'zisi qo'nudi. Ba'zisi suv o'zsa, ba'zisi suv ichidi. Ko'k turnalar ko'kda unini yongritib, to'gi karvinidek tizilib parvoz qilib uchishadi. Ular qushi xuddi ipatlik qiz o'z so'yginini chaqirganidek soz ovoz bilan hamrohini undimakda. Kahlik qaqoqlab kulgandek umlik sayridi. Uning og'zi qondek qizil, qishi qop-qora. Qora qushqoch nayzidek tumshiqini so'zib sayridi. Uning uni erkak qiz unidek yiqimliqdir. Gulzarda bulbul ming xil un bilan sayramoqda. Go'yo kech kunduz sura ibrini o'qimoqda. Ilik tog' o'shkisi chechaklar ustida o'ynashmoqda. Buğa maral eg'inab chopchib kezib yurmoqda. Osmon qopqini turib ko'zidan yosh to'kdi. Ana chechaklar yuz echib qaqoqlab kuldi. Bu paytda dunyo o'z-o'ziga beqib, mag'rurlanib, so'yinib yasadoq ayniga qarab. Dunyo so'z echib menga yetkizib dediki, bu Xoqonning yuzini ko'midingmi? Uxlab qolgan bo'lsang tur, endi ko'z och. Anlamagan bo'lsang, endi mendan so'z angla. Tuman yildan beri so'lg'un qul edim. Endi qulluq to'ni yeshilib, oq so'sardan kiyimlar kiydim. Bezandim, chunki ulug' Xoqon begim bo'ldi. U tilasa jinim qurbon bo'lsin deb o'tindim. Bulut guldirlab qorovullik dumbiqini urdi. Chaqmoq chiqib Xoqonning to'g'ini yoydi. Ularning biri qinidan chiqsa so'zilib elni boshqaradi. Biri shon shuhratini jahonga yoyidi. Ulug' Tabg'och Bug'roxon jahon tutdi. Nomi qutlug' bo'lsin. Xudo ikki dunyoni bersin. Ey dinning izzati, ey davlatning tiriki va homiysi, ey millatning toji, shariatning ishonchi. Xudo barliq tilagan tilikingga yetkizdi. Xudola sana doim orqa tirak bo'lsin. Ey dunyoning jamoli, ulug'liqning husni, mamlakatga nur, turaqsiz baxtga yugan. Palak sana baxti, el va taxt berdi. Bu taxt bilan baxtni Tangrim doimlik qilsin. Shu Xoqon bilan dunyo tinchlik topdi. Shunga dunyo uningga barliq sovg'atlarni avatdi.
Fazadan kelgan osmon qushlarining ba'zisi Hind mamlakatidan, ba'zisi Rum elidan kelib, mag'rur shodlanib, so'yinchiga to'lib, Xoqonning nomiga madhiya o'qib, bas-basta sayrashmoqda. Turli chechaklar yer yuziga shundoq bezak berdiki, tuzlang, tog', o'yman, do'ngning mangzlari yeshil ko'kka bo'yaldi. Ba'zilari xush hidi bilan xizmat ko'rsatsa, ba'zilari chiroy husni bilan eshik ochadi. Ba'zilari qo'l so'zib xushpuroqlik isriq tutsa, ba'zilari ipor purkib dunyoni xush hidga to'ldiradi. Ba'zisi sharqning xilma-xil sovg'alarini epkasa, ba'zisi g'arbdan kelib xizmat qilishga tayyor turadi. Xizmatiga kelgan baxt eshikida turadi. Eshikda turib, u farmonbardorlik qiladi. Dunyo mushunda xizmat ko'rsatish uchun tayyorlandi. Dushmanning bo'ynini egib, Xoqonni yuqori o'rlatdi. Xoqonning nom shuhrati dunyoga taraldi. Uni ko'rmagan ko'zlardan uyqu qochdi. Dunyoga osoyishlik yetdi. Chunki qonun tuzildi. Qonun bilan u nomini yuksaldirdi. Kimiki Sexining suratini ko'ray desa, tashnolik bilan Xoqonning yuziga baqsin. Jafosiz, vafodor baxtni tilasang, uning yuzini ko'r. Qilgan ishi butunlay vafodir. O'zing ziyon tortmay foyda ko'ray desang, beri kel. Xizmat qil, ko'ngil ba va dilingni isitqin. Oliyjanob, muloyim, shafqatlik, oq ko'ngil kishini ko'ray desang, kel, uni ko'r, xotirjam bo'l. Ey yaxshi xuluqliq, asli yaxshi uruqliq Xoqon, dunyo seningdan qo'rqqanmisin? Ey baxtlik xon, Xudo sana davlat berdi. Ming matam uning nomini atab shukr qil. Nayt qadimiy masalda mundoq deyilgan. Otining o'rni nomi o'g'ilga qoladi. Otining nomi bilan o'rni sana qoldi. Buningdan keyinmi yana tuman yil davomlashsin. Mingdigan qo'llar sana nurg'un narsa sovg'a tutdi. Menmi bu qutatg'u bilikni sovg'a qilay. Ularning sovg'asi keladi, oxiri ketadi. Lekin mening bu sovg'am mangu qoladigan sovg'a bo'ladi. Qancha dunyo yiqining bilan tugab oxiri yo'qaydi. So'z bitsang u qoladi, olam kesadi. Bu xonning nomi kitobga putildi. Bu nom mangu saqlanib qoladi, ey baxtlik xon. Ya Rabbim, davlatini ko'paytgin, tiliginini tugal qil. Barliq ishda sen uningga orqa tirak bo'l. U so'yganlarni amon qil, dushmanini yo'qot. Shodligini qo'yiq qil, qayg'uni yiroq tut. Yomg'ir yig'ib tursin, chechak echilsin. Qurigan daraxtin bixlo ko'klisin. Palak davomliq oylini yevasin. Dushman bo'yni qayrilib tavam bo'lsin. Bo'z yer mistak qizil bo'lmagicha yoki o't ustida yeshil chechak unmigicha baxtlik xon uzun yashab ko'p baxt ko'rsin. Ko'ranmaslarning ko'zlari o't bo'lib yonsin. Uning yana qandoq orzu tiliki bo'lsa, Xudola uningga orqa tirak bo'lsin. Uning eli shod-xuramlik bilan mag'rur yashasin. O'zi Loqman yeshidek hayot kechirsin.
Beshinchi. 7 yulduz, 12 burch aytiladi. Xudoning nomi bilan so'zimni boshladim. U yaratquchi, tarbiya qilguvchi, kechirguchi egam. Xudo butun olamni o'zi xolig'inidek yaratdi. Dunyoga kun va oyni yoritdi. Qara, falakni yaratdi. U doim aylanib turadi. Uning bilan billa falak chaqimi cho'gilaydi. Ko'k osmonni va uning ustidagi yulduzlarni yaratdi. Qorong'u tun va yorug' kunduzni yaratdi. Bu osmondagi yulduzlarning bir qismi bezak, bir qismi yo'l ko'rsatguchi, bir qismi kuzatguchilar. Bir qismi kishilarga yorug'lik beradi, bir qismi yo'l ko'rsatguchi. Uningdan kishilar yo'l topa oladi. Ba'zilari yuqoriroq turadi, ba'zilari tuvan. Ba'zisi yorug'roq bo'lsa, ba'zilari xira. Bulardan eng yuqorida sakantir harakat qiladi. U 2 yil 8 oy bir uyda turadi. Uningdan keyingisi, ya'ni ikkinchisi 10 oy bo'lib, u bir uyda 12 oy turadi. Uchinchi bo'lib qurut keladi. U qahri bilan harakat qiladi. U qayoqqa boqsa, yashargan narsalar qurib ketadi. To'rtinchisi yoshiq bo'lib, u jahonni yo'rtidi. Yaqinlashganni, qarshisiga kelgan narsalarni yo'rtidi. Beshinchi savit bo'lib, so'yimlik yuzini ochdi. Sana kulib boqsa, o'zingni xushal tut. Keyin orzu keladi. Tilak orzulaganlar uningga yaqinlashsa, o'z tilakiga yetadi. Bularning eng tövünide yolchiq harakat qiladi. U quyosh bilan qarama-qarshi beqishqanda to'ladi. Bulardan boshqa 12 burj bor. Ularning ba'zilari 2 o'ylik, ba'zilari 1 o'ylikdir. Qo'zi bahor yultuzi, keyin ud keladi. Arantir quchiq bilan bir-biriga yaqin yuradi. Qara, Arslan bilan buğday boshi qo'shnidir. Keyin ulgu chayon bilan yoning hamriyi. Uningdan keyin o'g'loq, ko'nak ham baliqlar keladi. Bular tug'sa osmon yo'rib ketadi. Bilsang, bularning 3 atiyozliq, 3 yozliq yulduz, 3 kuzlik, yana 3 qishliq yulduzdir. Ularning 3 o't, 3 suv, 3 shamol, 3 tuproq bo'lib, shulardan dunyo va Allah paydo bo'lgan. Bular bir-biriga yov. Xudo yovga yov avatdi, janjalni to'xtatdi. Uchrashmas yovlar o'zaro yarishib qoldi. Ko'rinmas yovlarning o'chmanligi pasaydi. Yaratquchi Xudo hammani o'zi yaratdi. Yaratdi-da tartibga soldi, bir-biriga muvofiqlashtirdi. Buningdan keyin amdi inson haqida so'zladim. Uning qadri qimmati bilim, aql, farosat bilan bo'ladi. İrfan elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi.